bank ilovasini ochib, tepadagi poiskiga registratsiya na gosuslugах deb yozamiz. Bosganimizda pastda зарегистрироваться degan yashil knopka chiqadi, unga bosib turib, keyin добавить снилс ga bosamiz. Snilsiz bo'lishi shart. Snils yo'qlar pensionerdan olasizlar. Tepada snilsimizni kiritamiz. Xo'p. Snils kiritganimizdan keyin продолжить tugmasini bosamiz. Ozgincha kutganimizdan keyin bizni snilsimiz mana snils добавлен qo'shildi. Endi orqaga qaytib yana зарегистрироваться tugmasiga bosamiz. Keyin добавить почту. Elektron pochta qo'shishimiz kerak. Tepadagi joyga bitta bosamiz va menda tayyor pochtamizni bosamiz. Bu telefonda Gmail orqali o'tamiz, chunki pochtasi faqat Gmail ekan. Xo'p, bitta obnovit qilamiz. Mana Sberbank profildan keldi. U juda ham kichkina bo'ladi kod, kattalashtirib olamiz. Mana kodni, kelgan kodni mana shu oynaga kiritamiz. Xo'p, mana pochta kiritildi. Dali. Xo'p, mana pochtamiz ham добавить bo'ldi. Endi вернуться tugmasini bosamiz. Yana зарегистрироваться bosamiz. Mana ikkalasi ham qo'shildi. Xudo xolasa mana endi Sberbank bilan gosuslugi ma'lumot almashyapti hozir. Sizlarni как раз данныйlarni tekshiradi. Agar qanaqadir o'zgarish bo'lsa, o'tmaydi. Registratsiyangiz o'zgargan bo'lishi mumkin, adresingiz yo uyga borib kelgan bo'lishingiz mumkin. Xo'p, mana bizga 0919 raqamidan SMS keldi. Tekshirib ko'ring va da deb unga atvet qaytaring deyapti. Mana 0919 ga kiramiz. Xo'p, endi shu kelgan SMS ga da deb turib, orqasidan 2426 ni yozib jo'natamiz. Bu sizda boshqa raqam keladi albatta. Получить bosamiz va kutamiz. Xo'p, endi Sberbank ilovasini yana qaytadan ochib turib, kod отправлен tugmasini bosib, yana ozgina kutamiz. Mana отправили заявку на проверку. Mana ko'rib turganinglardek 10 minutdan 12 soatgacha vaqt oladi. Shuning uchun darrov shoshilib, nimaga bo'lmayapti, nimaga galasiga chiqmayapti deb shoshilmaymiz. 12 soatda xudo xolasa hammaligi bo'ladi. Xo'p, yana bitta tekshirib ko'ramiz. O'sha poiskga registratsiya na gosuslugах deb yozib, yana bosamiz. Mana ko'rib turganinglardek, отправили заявку на проверку deyapti. Xo'p, endi yana bir qator SMSlar tekshirib qo'yamiz. Agar kelgan bo'lsa, yo'q, bizga kod kelmadi. Sizga gosuslugidan sirazi kod kelishi mumkin, yangi parol, ya'ni har xil unaqa simvollardan tashkil topgan 8 xonali parol kelishi mumkin. Biz boshqacha yo'l tutamiz. Telefon raqami bilan yoki snils bilan bemalol gosuslugi ilovasini qaytadan ochib kirsak bo'ladi. Hozir biz parolimiz bilan, ya'ni telefon raqamimizni yozib, telefonimizga kod keladi, shuni orqali kiramiz. Xo'p, mana kod keldi telefonimizga. SMS ochamiz. Mana gosuslugidan bizga hech qanaqa simvolli parol kelmadi. Просто raqamli kod keldi. Buni olib gosuslugi ilovasiga kiritamiz. Xo'p, kod подтверждениyani kiritdik. Kiritganimizdan keyin придумайте kod доступа deyapti. Parol qo'yasizlar. Просто oddiy to'rxonali, tug'ilgan yilingiz bo'lishi mumkin yoki просто parol qo'yib qo'yasiz. Как Sberbank o'xshab, lekin bu yerda to'rxonali. Xo'p, mana ochildi. Продолжить. Bundan chiqib ketamiz. Продолжить. Hammasiga разрешение beramiz. Ha. Endi tak, mana profilimiz hozircha tayyor emas. Ko'rib turgan, yozib ko'rasizlar. Mana pochtamiz sarg'ayib turibdi ожиданияda. Отправить письмо повторно bosamiz. Keyin yana pochtani ochamiz. Bitta obnovit qilamiz. Hop, gosuslugidan yana bitta kod подтверждение kelgan. Sal teparoqqa ko'taramiz. Oxirgi SMSni ochamiz. Подтвердить tugmasini bosamiz. Bittada o'xshamasligi mumkin sizlarda, bo'lmasa mana menda ham o'xshamadi. Yana подтвердить tugmasini bosamiz. Xo'p, endi telefonimizga kod keladi. Mana gosuslugidan SMS kod keldi. Oxirgi kelgan kodni oynaga kiritamiz. Xo'p, bu yerda dali tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turganinglardek, profil tayyor. 3 ta galochka yondi. Telefon raqam, elektron pochta va profil зеленый подтвержденный учетный запись. Hammalarga rahmat. Bemalol qaytadan ko'rib, bemalol ko'rishingiz mumkin.